Hürmetlik vatandaş keçidi yağmur yağıp matakta muzlap getip de geçirinler. Endiki mavzu, yakarka mavzunun devamı. Bugün Çislağa 2021 yıl 11. ayının 19. günü vatandaş. Şundak, Türkiye harbi ve siyasi ittifak kurmakçı bulup atıdı. Bunun akıbetinden şunun direkt biridir ki, bu teşkilat Pan-Türkizm'nin baş götürüşüge elip geliyor. Bu intihayın xatarlik. Bu belki burayının muqimligi, bexatarligi ta'sir ko'rsatdi deydi. Chungoning yer shari vaqt geçti. A'zo davlatlar qatorida 3 O'rta Osiyo davlati bor. Ba'zi kuzatgich davlatlar ko'p millatlik davlat bo'lib, buning ichida ba'zilar turk tilida so'zlashni bilmaydi. Baş maqolda alayda ogohlantirib mundaq ko'rsatildi. Mundaq tashkilot chekidin aşqan millatchilikning baş ko'tarishiga elib keladi. Millat to'qinishlarni keskinlashtirib, rayning bexatarligi, muqimligiga ta'sir yetkazadi. Obzorda mundaq ko'rsatildi. Bu tashkilot Rossiya bilan Turkiya o'tirishga elishish va ziddiyatlarni keskinlashtiradi. Bu sizning gapingiz, Xo'shijan. Bu yer shari vaqt gazetining gapi. Sim o'zgartirish Turkiyaning O'rta Osiyoga divaylab, yo'pirilib kelayotganligini ko'rsatib berdi. Türkiye bu rayondagi davlatlarni kontrollik ostiga olmoqchi bo'lib o'tdi. Bu ahvol Rossiyaning O'rta Osiyoga ta'sir kuchiga tahdid elib keladi. Bosh maqolda alayda ta'kidlab mundaq ko'rsatildi. Uyg'uriston, ya'ni Şinjandagi Uyg'urlar bilan turklarni bir millat deydigan qarashlar xatodir. Şinjan azaldan tartib ko'p millatlik rayon. Uyg'urlarning Uyg'ur tili haqiqiy turk tilining bir xili bo'lib, lekin Uyg'urlarning turklar bilan hech qanday munosabati yo'q. Ala mintaqaga qarshi mintaqa so'zlaydi Xitoy degan. Yer shari vaqt gazetining baş maqolasida mundaq ko'rsatildi. Bugun qurilgan Türk davlatlari tashkiloti elib keladigan Pan-Türkizm, Pan-İslamizmning kengayib ketishidan hushyor bo'lishi lozim. Bu xil ideyalarning tarqalishi junguni parchalashga urinayotgan radikal bo'lginchilarni rag'batlantirishi mumkin. Rahmat Turkiyaning prezidenti Recep Tayyip Erdoğan. Zamandaşlarınız bilan birlikte mesela Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden, Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin bilan birlikte o çok yo'roq holda bu siyosatni davomlashtirishingizni va adaqcha davomlashtirishini umid qilamiz va bunga tilakdoshligimizni bildiramiz. Biz Uyg'urlar hurmatli Prezident Recep Tayyip Erdoğan. Tahlilni keyingi qoldirdik vatandaşlar. Bugün sal ishim bor kechiringlar.